Ot yürek inqilobchi ve natiq olim Muhammed Amin Islomiy, ataqliq inqilobchi ve istidodli olim Muhammed Amin Islomiy 1912-yili Sharqiy Turkistonning Yakan nahiyasiga qarashliq Elishqu bozorida Islombay otliq Uyg'ur kishining oilasida dunyoga kelgan. O başlangıç dinni ma'lumotni Yakandagi o'limalardan elib, orqadilla Qashqar xonlik madrasasiga o'qishga kirib, 1931-yili maktabni a'lo natija bilan bitirgandan keyin qisqa mezgil Mahmudiya madrasasida o'qituvchi bo'lib tezlik ko'zga ko'rinib, 1932-yili Yakanda qurilgan Matlail Irfon degan jadidcha madrasaga mudir bo'lgan. 1936-yili o Mahmud Muhiti tarafidan Yakan nahiyalik ma'rif idorasining boshliqligiga tayinlangan. 1937-yili 4-oyning 8-kuni Palvon Abduniyaz Kamal Yakanda Shingsayga qarshi urush safarbarligi e'lon qilgan hamon Muhammed Amin Islomiy uning harbiy mushavirligiga tayinlangan. Uyg'ur askarlar shu yili 8-oygacha Qari shaharga qadar bo'lgan butun Tarim vodisini qaytadan ozod qilib, Jallod Shingsayni og'dirishga ozli qolganda, taqdiri qil ustida qolgan Shingsay Stalindan yana bir qitim jiddiy harbiy yordam talab qilgan. Oqibat 1937-yili 9-oyda Sovet Qizil Armiyasi aeroplan va tanklar bilan Aqsudagi Abduniyaz Kamalning qo'shiniga hujum qilgan va ularni qonliq bostirgan. O'q doriları butunlay tugab ketgan qo'mondan Abduniyaz Kamal barliq askarlarni tarqitib etib, harbiy mushaviri Muhammed Amin Islomiyni puxrachi yasandirib Hindistonga yo'lga selvatgandan keyin o'zi Arabdagi gazarmasidagi bombardimanda shahid bo'lgan. Muhammed Amin Islomiy 1937-yili kuzda utuqliq Kashmirga berib, darhol Hindistondagi Mahmud Muhiti bilan uchrashib, vatandagi ahvolni uningga doklad qilgan. Mahmud Muhiti uni talabi bo'yicha Sahanbordagi bir diniy maktabga o'qishga kirgizib qo'yib, o'zi 1939-yilgacha hajga borg'ach Turkiya qatorliq ellarni ko'rib kelgan. 1939-yili 5-oyda Muhammed Amin Islomiy qatorliq 14 kishi bilan billa Yaponiyaga yetib kelgan. 1939-yili 12-dekabr Tokioda Sharqiy Turkiston ozodlik tashkiloti qurilib, Mahmud Muhiti rais. Shu chaqda Kabulda turayotgan Muhammed Amin Bug'ra muavin raislikka saylangan. Muhammed Amin Islomiy bo'lsa, bu tashkilotning bosh kotibi bo'lgan. U yana Tokioda dangliq Tatar olimlaridan Musa Jarullah ve Abdurashid İbrahimlar bilan ko'p qitim muloqotda bo'lgan ve ulardan ta'lim olgan. Yaponiyada 15 yildak turib qolgandan keyin 1950-yili hajga borgan ve 1951-yili 9-fevral Karachi shahrida ochilgan İslam dunyosi cho'ng qurultiyida so'z qilib, Xitoyning Sharqiy Turkiston xalqiga qaratgan terrorliklari ve cinayetlerine karşı elrayı qo'zg'agan. Ahirda bu qurultay Sharqiy Turkiston xalqiga qarta Xitoyning jinoyatlarini to'xtatish haqida muhim qaror chiqargan. Keyingi 5 yilda u Arab ellerini kezib yurib, vatan ve millet davosini Arab mamlakatlarga anglatgan. Ahirda u 1954-yili Misrga berib, u yerda Azad Turkiston nomli dinni, ilmi, adabi, ijtimoiy jurnalni chiqargan. 1956-yili Saudiya Arabistonga kelib yerlashib qolgan. Muhammed Qasim Hajim Muhammed Amin Islomiy to'g'riliq yozgan qisqa tarjima holida mundaq deb yozgan. Muhammed Amin Islomiyning Saudiya Arabistonda turgan vaqti 30 yildan oshdi. Bu arada merhum harmasdan, zerikmasdan milleti üçün xizmat qilib o'tdi. Kasallik yoki yashinib qolganligi
uni bu ulug'vor xizmatidan bir kunmi to'sib qololmadi. Muhammed Amin Islamiyning asoratdagi vatani Sharqiy Turkistonni Xitoy zulmidan qutqizish irodasi balaliq chog'larida yetilgan bo'lib, bu yo'lda qo'liga qurol elib Alloh yo'lida jihad qildi. Vatanidan hijrat qilishga majbur bo'lganidan keyin qo'liga qalam elib bu kurashlarini davomlashtirdi. U Sharqiy va G'arbiy Turkistondagi musulmon qarindoshlarining Xitoy va Rus zulmi ostida uchirgan kulpatlarini, ezishlarini va hurriyatga mushtaq ekanligini butun islom dunyosiga tonishtirish yo'lida ko'plagan ilmiy maqolalarni va kitoblarni nashr qildirdi. Ayni vaqtida Saudiya Arabistonining Al-Bilad gazetida Cho'ng Turkiston, Xitoydagi musulmonlar, Shimoliy Kavkazdagi musulmonlar, İdil Oraldagi musulmonlar, Qrimdagi musulmonlar, Turkistondan nimalarni bilasiz? Turkiston musulmonlari va kommunist zulmi, qarindoshlik chaqiriqi, Sharqiy Turkiston Shinjang emas degan temalarda ko'plagan ilmiy maqolalarni e'lon qilgan. 1962-yili Makka Mukarrama shahrida Islom Dunyo Ittifoqi ta'sis qilingandan keyin Muhammed Amin Islomiy bu ittifoqqa a'zo bo'lgan dunyoning har qaysi joylaridagi islomiy jamiyat va tashkilotlarning yetakchilari bilan bog'ligan yaxshi munosabati va do'stligidan foydalanib Sharqiy Turkiston masalasini Islom Dunyo Ittifoqining cho'ng yig'inlarining kun tartibiga kirgizishda muvaffaqiyat qozonadi. 1964-yili u Sharqiy Turkistonlik ziyolilarni safarbar qilib, nihoyatda aniq va ixcham holda islom dunyosiga chaqiriq Turkiston to'g'riliq haqiqatlar nomli kitobchalarni yozib chiqib, Saudiya Arabistondagi Uyg'ur muhojirlarining yordami bilan bostirib tarqitdi. Bu kitoblar 5000 nusxadan nashr qilingan bo'lib, butun islom dunyosidagi tashkilot va jamiyat mas'ullariga tarqitib berilganning sirtida Saudiya Arabistonining mashhur gazeti Al-Bilad, Riyod shahrida chiqadigan Da'vat, Makka Mukarrama shahrida chiqadigan Nadva gazetlarida bu kitobchalarning ichidagilar orqa-orqadan to'liq e'lon qilinadi. Bu kitobchalar keyincha ingliz tiliga tarjima qilinib, Saudiya Arabistonining Islomiy hamkorlik degan haj jurnalida e'lon qilinadi. Marhum Muhammed Amin Islomiy ilm ma'rifatlik va esil fazilatlik kishi bo'lib, islomiy bilimlarni vatani Sharqiy Turkistonda, ondan Hindistonda, ondan Azharda olgan. Marhum bilgan barliq bilimlarga adabiyot va har xil zamonaviy ilmlar haqidagi ma'lumotlarini qo'shib mukammallashtirgan edi. O'zining ona tilini, adabiyotini pishiq bilganning sirtida arab, Paris, Ordo tillarini bilganligi va ingliz tiliga ahamiyat berishi uning ilm saviyasini va har taraflama ma'lumotini texmi oshirgan edi. Marhumning Turkistondagi islomiy miroslarni asliga keltirish yo'lida ko'rsatgan xizmatlarimi ko'pdir. Turkistonda kommunistlar ko'ydirib kul qilayotgan islomiy asarlarni qaytadan ratlab, to'plab nashr qildirgan edi. Saudiya Arabiston radiosi Turkiston bo'limining eng peshqadam diktorlaridan Allama Abdulmannan Hojim mundaq dedi: Muhammed Amin Islomining radioda qoldirgan asarlarining eng muhimi Qur'oni Karimning tafsiri edi. Biz yillar bo'yi u kishining tafsirini radioda anlatib kelgan edik. U kishining radiomiz uchun va radio tashqirida qilgan xizmatlari nihoyatda ko'p bo'lib, hamma uni yaxshi maqtashlar bilan yod qilib kelmoqda. 1982-yili 8-aprel Saudiya Arabiston radiosi Turkiston bo'limi anlatishni boshlagan chog'da ishga kirib, o'zining ilmiy tajribasi va ijtimoiy o'rnining turtkisi bilan mazkur bo'limning boshlig'i bo'lgan. Radioda har kuni Qur'oni Karimning tarjima va tafsirini o'zi ishlab hozirlab anlatib kelgan edi. Marhum bu orada eg'ir kasal chog'laridimi
bir kunmu bu ishni to'xtatmagan edi. Revmatizm sababli yurishdan to'xtab qolgan kunlaridimi harakatlanadigan o'rindiqda o'ltirib radioga berib ishini davom qilgan edi. Kesilining eg'irlashib qolgani sababli uni ishini to'xtatib dam olishga tavsiya qilganlarga bu mening diniy burchim deb javob berib hayotining oxirgi lahzalariga qadar ishini to'xtatmagan edi. Muhammad Amin Islomiy 1988-yili 21-iyul payshanba tong atar kechasi Jiddi shahrida chaqliq o'rindiqda ishlayotgan holatida vafot bo'lib, Makkadagi Jannatul Maila degan mozorga dafn qilingan. Uningdan 5 o'g'il yodikor qolgan bo'lib, cho'ng o'g'illari Abdusamad va Abdul Ahad Sharqiy Turkistonda qolib qolgan. Qolgan 3 o'g'li Majdi, Muhsin va Mithat hali ham Saudiya Arabistonining Jiddi shahrida yashamoqda.